Salom do'stlar, bu Kazakh Story Time. Biz boshlaymiz. Bir qism oltin qafas va soxta tabassum. Kelinlik libosidagi yirtqich. Nigina ulkan, tilla hoshiyali kozgu qarshisida turardi. Uning ustida Fransiyadan maxsus buyurtma bilan keltirilgan, narxi o'rtacha bir shaharchaning yillik budjetiga teng bo'lgan oppoq kelinlik libosi yarqirardi. Koylakning har bir qatlami haqiqiy marvaridlar va Swarovski toshlari bilan bejatilgan, uning go'zalligiga qaragan odamning ko'zi qamashardi. Nigina bo'ynidagi og'ir 15 karatlik brilliant halqaga qo'l tekkizdi. Olmosning sovuq yuzi uning barmoqlariga yoqimli his berdi. Bu sovuqlik uning ichidagi muzdek his-tuyg'ular bilan mukammal uyg'unlikda edi. Nihoyat, deb pichirladi u o'zining ko'zgudagi aksiga qarab. Uning qop-qora ohu ko'zlarida na sevgi, na hayajon bor edi. U yerda faqatgina uzoq yillik mashaqqatli rejaning, o'ta sovuqqonlik bilan hisoblangan o'yinning galabasi uchqun sochardi. U atigi 24 yoshda, yoshligi, silliq terisi va aqlbovar qilmas go'zalligi uning eng o'tkir quroliga aylangan edi. Eshik sekin taqilladi va xonaga Rustam kirdi. Rustam kelishgan, baland bo'yli, o'tkir nigohli yigit. U shunchaki to'yning tashkiliy ishlari bo'yicha menejer emasdi. U Niginaning yashirin jazmani va bu ulkan firibgarlik operatsiyasining bosh me'mori edi. Ular bir yildan beri shu kunni, shu soatni kutishgan edi. Rustam xona eshigini ichkaridan qulflab, Niginaning ortiga kelib to'xtadi. Uning qo'llari Niginaning nozik yelkalarini quchdi. Ko'zguda ularning nigohlari to'qnashdi. "Sen dunyodagi eng go'zal va eng xavfli ayolsan", deb pichirladi Rustam uning quloqiga. Nigina dudoqlariga soxta tabassum yugurtirdi. "Sen esa dunyodagi eng sabrli yigitsan, Rustam. Bugun tuni bilan uning qari va sassiq nafasiga chidashimga to'g'ri keladi. Ammo bu uzoqqa cho'zilmaydi, shundaymi?" Rustam jilmaydi. Uning tabassumida yovvoyi bir ochkozlik bor edi. "Xavotir olma, jonim. Davronbek Usmonovning yuragi shundogam zo'rga uryapti. 72 yoshli chol sening qaynoq ogushingga, o'sha maxsus dori aralashtirilgan shampan vinosiga dosh bera olmaydi. Eng ko'pi bilan 6 oy. Balki undan ham tezroq. Keyin butun Usmonovlar imperiyasi, neft quduqlari, Yevropadagi villalar va bank hisoblari to'liq sening, qonuniy bevasining nomiga o'tadi." Nigina chuqur xo'rsindi. U bolaligida qashshoqlikda o'sgan, eski kiyimlar kiyib, boylarning bolalariga havas bilan qarab ulgaygan edi. O'shanda u o'ziga o'zi bitta qat'iy va'da bergandi: "Men qanday yo'l bilan bo'lmasin, bu qashshoqlik botqogidan chiqaman. Men dunyoni boshqaraman." Va mana u o'z maqsadiga yetdi. Uning qurboni O'rta Osiyoning eng boy va qudratli oligarxlaridan biri, yaqindagina rafiqasidan ayrilgan, gamgin va kasalmand Davronbek Usmonov bo'ldi. Nigina o'zining ayollik makkorligini ishga solib, o'zini farishta, pulga qiziqmaydigan, faqat insoniylikni qadrlaydigan mehribon qiz qilib ko'rsatgan edi. Davronbek uning qarmogiga tez tushdi. Qari chol o'zining hayotining so'nggi kunlarini go'zal bir qizning parvarishida o'tkazishni orzu qilgandi. "Vaqt bo'ldi", dedi Rustam undan uzoqlashib, rasmiy qiyofasiga qaytarkan. "Chol seni kutyapti. Bor, sahnaga chiq. Bugun sen Oskarga munosib rol o'ynashing kerak." Nigina boshini mag'rur ko'tardi. "Men tayyorman." Soxta jilvalar va qimmatbaho nikoh. To'y tantanasi shaharning eng hashamatli, yopiq saroyida bo'lib o'tayotgan edi. Faqatgina elita, vazirlar, chet ellik diplomatlar, yirik sarmoyadorlar taklif qilingan. Zaldagi har bir gul, har bir billur qandil millionlab dollarlik boylikning isboti edi. Nigina zalga qizil gilam ustidan yurib kirib kelganda, butun zal jim bo'lib qoldi. Hamma uning go'zalligiga mahliyo bo'lardi. Ammo odamlarning pichir-pichirlari Niginaning quloqiga chalinib turardi. "Beparvoligini qara. Aniq puli uchun tegyapti. Davronbek uning bobosi tengi-ku. Qanday qilib yoshgina qiz o'zini bu chalgitga topshirishi mumkin? Uyg'onganda qanaqa badavlat beva bo'lib uyg'onishini biladi-da bu tulki." Nigina bu gaplarga parvo qilmadi. Odamlar nima desa deyaversin. Pul hamma narsani, hatto gururni ham sotib olishga qodir. U zal toridagi taxtda o'tirgan kuyov tomonga qarab yurdi.
Davronbek Usmonov haqiqatan ham juda zaif ko'rinardi. Uning yuzlari burishgan, sochlari oppoq oqargan, ustidagi qimmatbaho smoking uning ozg'in gavdasiga biroz kengdek tuyulardi. U o'rnidan turganda yonidagi kumush boshli hassa tayoqqa qattiq tayanib qoldi. Uning nafas olishi og'ir, har bir harakati unga mashaqqat tugdirayotgani bilinib turardi. Ammo uning ko'zlari o'sha chuqur botib ketgan, kulrang ko'zlarida qandaydir oqib bo'lmas, galati bir sovuqqonlik bor edi. Nigina bungacha bu ko'zlardagi ifodaga unchalik e'tibor bermagan ekan. Bugun negadir cholning nigohi uning vujudiga muzdek titroq yugurtirdi. Balki kasalligi kuchaygandir, deb o'zini yupatdi Nigina. Davronbek Niginaning qo'lidan tutdi. Uning barmoqlari muzdek va suyakdor edi. Sen bugun judayam go'zalsan, Niginam, dedi chol xirillagan, zaif ovozda. Mening hayotimga kirib kelganing uchun taqdirdan minnatdorman. Nigina unga mehr bilan jilmaydi. Men sizning yoningizda ekanligimdan baxtiyorman, Davronbek aka. Bizning sevgimiz hammaga o'rnak bo'ladi. Soxta sozlar, soxta qadahlar, soxta qutlovlar. To'y marosimi xuddi uzoq davom etgan teatr tomoshasidek o'tdi. Nigina o'z rolini qoyilmaqom qilib o'ynadi. U cholga gamxo'rlik qilar, unga dori ichirar, uning yonidan bir qadam ham jilmasdi. Uning har bir harakati Rustamning uzoqdan berib turgan ishoralari bilan muvofiqlashgan edi. Kechasi soat 11larda Davronbek o'zini yomon his qilayotganini aytib, to'yni erta tark etishga qaror qildi. Katta qora Rolls-Royce Phantom mashinasi yosh kelin-kuyovni Davronbekning shahardan tashqarida, tok yonbagrida joylashgan ulkan qarorgohiga olib ketdi. Mashina ichida jimjitlik hukm surardi. Davronbek ko'zlarini yumib, hassasiga tayanganicha mudrab borardi. Nigina esa derazadan tashqariga, qorong'i tok yo'llariga qarab ketarkan, yuragi gupillab urardi. Erkinlikka, o'sha cheksiz boyliklarga yana bir necha qadam qoldi. O'zining rejasiga ko'ra, u bugun cholning konyagiga qon bosimini keskin oshirib yuboradigan, ammo ekspertizada tabiiy infarktdek ko'rinadigan dori qo'shib berish kerak edi. Buni Rustam oylab rejalashtirgan. Hamma narsa tayyor. Faqat ozgina aktyorlik va jasorat kerak xolos. Qora qasr, yolg'izlik va qabriston sukunati. Mashina ulkan temir darvozalar oldiga kelib to'xtadi. Bu joyni oddiy odamlar qora qasr deb atashardi. 10 gektardan ortiq maydonni egallagan, baland devorlar va qurollangan qo'riqchilar bilan o'ralgan bu qasr haqiqiy qal'ani eslatardi. Temir eshiklar giyqillab ochildi va mashina ichkariga kirdi. Qasrning hovlisida hech qanday bayramona shukuh yo'q edi. Qorong'i daraxtlar, qop-qora marmar toshlar va qabrdek jimjitlik. Mashina to'xtagach, xizmatkorlar yugurib kelib eshikni ochishdi. Davronbek mashinadan zo'rga tushdi. Nigina uning qo'lidan ushlab deyarli ko'tarib turgandek yordam berdi. Charchadingiz, jonim. Hozir yotib dam olasiz, dedi u mehribonlik bilan. Davronbek unga qaramay bosh irgadi. Ular ulkan, zangori chiroqlar bilan yoritilgan zallardan o'tib borishardi. Qasr ichi muzdek edi. Baland shiftlar, qadimiy suratlar va zirhli ritsarlar haykallari odamga vahima bash etardi. Nigina bu yerga avval ham bir necha marta kelgan bo'lsa-da, bugun tunda bu joy unga qandaydir dahshatli va dushmanona tuyuldi. Davronbekning yotoqxonasi 3-qavatning oxirida, qalin dub eshiklar ortida joylashgan edi. Xizmatkorlar eshik oldida ta'zim qilib, ularni yolg'iz qoldirishdi. Men hozir kiraman, Nigina. Sen kirib, tayyorlanib turaver, dedi Davronbek xirillab, qo'shni xonaga, o'zining shaxsiy kabinetiga qarab yurarkan. Nigina yotoqxonaga kirdi. Katta shohona yotoq. Qizil ipak choyshablar, xira yorug'lik sochayotgan qandillar. U og'ir kelinlik ko'ylagini yechib boshladi. Uning har bir harakatida asabiylik bor edi. Ko'ylakni yechib, ustiga qora rangli yupqa ipak tungi libosni ilib oldi. U ko'zgu oldiga kelib o'ziga qaradi. O'ziga shunday buyruq berdi: faqat bir necha oy chidaysan. Keyin bu qasr ham, bu dunyo ham seniki bo'ladi. U sumkachasidan kichik oq rangdagi kukun solingan idishni chiqardi. Stoldagi 2 billur qadahga konyak quydi va ulardan biriga, kattarogiga, kukunni sekin sepib, aralashtirib yubordi. Dori izsiz erib ketdi. Endi faqat cholni kutish qolgandi.
Uning hassasining yerga urilgan taq-taq etgan ovozini kutish. Yarim soat o'tdi. Hech qanday sado yo'q. Qasr shunchalik jimjit ediki, Nigina o'zining nafas olishini eshitib turardi. U asta o'rnidan turib eshik tomonga yurdi. Balki chol kabinetida uxlab qolgandir. Yoki dorining ham keragi bo'lmay oz ajali bilan olib qoldimikin. Bu oy uning ichiga issiqlik yugurtirdi. Agar u hozir olgan bo'lsa, u qonuniy xotin sifatida baribir barcha merosga ega bo'ladi. U eshik tutqichiga qo'l uzatdi. Ammo tutqich aylanmadi. Eshik qulflangan edi. Tashqaridan emas. Elektron qulf bilan qandaydir qattiq magnit mexanizmi yordamida taq etib yopilgan. Nigina eshikni qayta-qayta tortib ko'rdi. Ochilmadi. Uning yuragiga sovuq bir gulgula oraladi. Nega eshik qulflangan? U xizmatkorlarni chaqirmoqchi bo'lib og'zini juftladi, ammo shu payt yotoqxonaning narigi chekkasidagi Davronbekning kabinetiga olib chiquvchi yashirin eshik qattiq qiyqillab ochildi. Maskaning yechilishi. Zulmat ichidan bir sharpa paydo bo'ldi. Nigina qadahlar turgan stolga qarab tisarildi. Xonaga Davronbek kirib keldi. Ammo uning harakati o'zgargan edi. Uning qaddini bukib turgan o'sha qarilik, o'sha zaiflik qayergadir g'oyib bo'lgandi. U qo'lidagi kumush boshli hassasini bir chetga beparvo uloqtirdi. Hassa marmar polga jaranglab tushdi. Nigina qotib qoldi. Cholning yuzidagi o'sha gamgin, kasalmand ifoda butunlay yo'qolgan. Uning o'rnini sovuq, yirtqich va shafqatsiz bir tabassum egallagan edi. Davronbekning qaddi tik, qadamlari o'ta mustahkam va ishonchli edi. U qari bo'lsa-da, qandaydir g'ayritabiiy kuch uning vujudida uyg'ongandek edi. Nima bo'ldi, azizam? Meni kutib zerikib qoldingmi? Dedi Davronbek. Uning ovozida hech qanday xirillash yoki zaiflik yo'q edi. Uning ovozi xonaning ichida momaqaldiroqdek jarangladi. Gumburlagan, chuqur va mutlaqo sog'lom odamning ovozi. Niginaning qoni tomirlarida muzlab qoldi. U o'z ko'zlariga ishonmasdi. Uning qarshisida olim yoqasida turgan chol emas, balki qandaydir qonxo'r yirtqich turardi. Davronbek aka. Sizga nima bo'ldi? Nega hassangizni tashlab yubordingiz? Siz yura olyapsizmi? Deb keketlandi Nigina qaltiragan qo'llari bilan stol chetidan ushlab. Davronbek unga qarab asta yurib keldi. Uning har bir qadami xonadagi havoni o'girlashtirayotgandek tuyulardi. U qadahlar turgan stolga kelib to'xtadi. Nigina uning ko'zlariga qaradi va u yerda cheksiz zulmatni ko'rdi. Men hayotim davomida ko'p narsalarni o'rgandim, Nigina, dedi u billur qadahlardan birini, Nigina dori qo'shgan qadahni qo'liga olib, uni chiroq nuriga tutib ko'rarkan. Masalan, dushmanni o'ziga yaqin tutishni. Uni erkalashni, unga o'zini g'olibdek his qilishiga imkon berishni. Ammo eng muhimi insonning ko'ziga qarab uning ichidagi qora niyatini o'qishni o'rgandim. Nigina orqaga tisarilmoqchi bo'ldi, lekin ortida devor bor edi. Men sizni tushunmayapman, deb pichirladi u. Davronbek qattiq qahqaha otib yubordi. Bu qahqaha odamning suyak-suyagigacha yetib boradigan darajada sovuq edi. Tushunmayapsanmi? Haqiqatan ham shunchalik oson bo'ladi deb o'yladingmi, tulkicha? O'rta Osiyoning eng shafqatsiz biznes imperiyasini qurgan, raqobatchilarini yer tishlatgan Davronbek Usmonovni atigi 24 yoshli qishloqi qiz barmog'ida o'ynata oladi deb ishondingmi? U qadahdagi suyuqlikni yerga to'kib yubordi. Menga o'z hovlimda, o'zimning to'yimda zahar bermoqchi bo'ldingmi? Nigina nafas ololmay qoldi. U hamma narsani biladi. Qanday qilib? Reja shu qadar mukammal ediki. Rustam hech qayerda xato qilmagan edi. Yo'q, siz adashyapsiz. Bu zahar emas, bu dori. Men sizni sevaman. Nigina ko'z yoshlarini ishga solmoqchi bo'ldi, aktyorlik qobiliyatini yordamga chaqirdi. Ammo uning tizzalari qaltirardi. Davronbek uning iyaklaridan shunday qattiq qisib ushladiki, Nigina og'riqdan ingrab yubordi. Cholning barmoqlari temir qisqichdek kuchli edi. Kasal cholning bunday kuchi bo'lishi mumkin emasdi. Sevgingni o'sha itingga, Rustamga aytib berasan, deb gudrandi Davronbek uning yuziga qarab.
Rustamning ismini eshitib, Niginaning dunyosi butunlay ostin-ustun bo'lib ketdi. Oxirgi umid uchquni ham so'ndi. Siz Rustam haqida qayerdan bilasiz? Dedi u ikkilamsirab undan qutulishga urinib. Davronbek uni keskin itarib yubordi. Nigina gilam ustiga yiqildi. Chol cho'ntagidan pultni oldi va devordagi ulkan televizor ekranini yoqdi. Ekrandagi manzara Niginaning aqldan ozishiga oz qoldirdi. Qopqondagi sichqonlar. Ekranda qorong'i, zax bir yerto'la ko'rsatilardi. O'sha yerto'laning o'rtasidagi stulga Rustam bog'lab qo'yilgan edi. Uning yuzi qonga belangan, ko'ylaklari yirtilgan, og'ziga yopishqoq tasma yopishtirilgan edi. Rustamning atrofida Davronbekning ikkita barzangi qo'riqchisi beparvo sigareta chekib turardi. Ular stulning ostiga qandaydir kanistrlardan benzin quyib chiqishgan edi. Nigina qichqirib yubordi va qo'llari bilan yuzini yopdi. Rustam! Yo'q xudoyim! Nima qildingiz unga? Davronbek ota xotirjamlik bilan stol ustidan o'zi uchun toza qadahga konyak quydi va xopladi. Men uni kechadan beri mehmon qilyapman. Sening qahramoning o'zini aqlli deb o'ylagan ahmoq oshiging meniki kabi yirik korporatsiyaning moliyaviy hisobotlariga o'zgartirish kiritayotganini sezmay qolaman deb o'ylagan ekanda. Men uni uzoq vaqt kuzatdim. Va u sening oldinga o'sha iflos arzon ijaradagi kvartiranga borgan kunidanoq sizlarning qanday o'yin o'ynayotganingizni bilardim. Unda nega? Nigina yiglab ko'z yoshlari yuzidagi makiyajni yuvib tushardi. Uning ovozida dahshat hukmron edi. Nega bizni darhol politsiyaga topshirmadingiz? Nega bu to'yni qildingiz? Nega meni bu yerga olib keldingiz? Davronbek qadahini stolga qo'ydi va Niginaning oldiga tiz cho'kdi. Uning ko'zlaridagi yovvoyi uchqun endi mutlaqo jinni bir holatga aylangan edi. Politsiya. O'g'rilik va suiqasdga urinish uchunmi? Buning uchun sizlar bir necha yil qamalib chiqib, yana erkinlikka erishgan bo'lardingiz. Yo'q, Nigina. Bu men uchun yetarli jazo emas. Men xiyonatni kechirmayman. Sizlar mening mulkimga, mening obro'yimga ko'z tikdingiz. Men sizlarning butun umrlaringizni, ruhingizni, har bir nafaslaringizni o'z qo'limga olmoqchi bo'ldim. U Niginaning sochlaridan tutib boshini orqaga tortdi. Sen boylikni xohladingmi? Mana senga boylik. Qara atrofingga. Bu qasr. Bu qimmatbaho buyumlar. Bugundan boshlab sen bu qasrning qonuniy bekasi va uning abadiy mahbussan. Nigina tipirchilab cholning qo'lidan qutulmoqchi bo'ldi, ammo buning foydasi yo'q edi. Ot ochiruvchi itdek azoblangan otangning qarzini unutdingmi, Nigina? Dedi kutilmaganda Davronbek past ovozda. Nigina muzlab qoldi. Otasi. Uning otasi oddiy muhandis bo'lgan, 10 yil oldin qandaydir qurilish kompaniyasiga katta qarz bo'lib qolib, qamoqda olib ketgan edi. O'sha voqea ularning oilasini ko'chada qoldirgan va Niginani shunday shafqatsiz hayot yo'lini tanlashga majbur qilgandi. Siz otamni qayerdan bilasiz? Davronbek istehzo bilan jilmaydi. O'sha qurilish kompaniyasi menga tegishli edi. Sening otang mening millionlarimni ozlashtirgan. U qamoqda olgani bilan uning qarzi to'lanmagan edi. Men seni ko'rgan birinchi kunimdayoq taniganman, Nigina. Sening har bir qadaming mening tuzog'im tomonga qo'yilayotgan edi. Sizlar meni ovlayapmiz deb o'yladingiz, aslida men sizlarni qafasga kiritayotgan edim. Televizor ekranida Rustam yiglab o'zini u yoq bu yoqqa tashlardi. Barzangi qo'riqchilardan biri qo'lida zajigalkani o'ynatib turardi. Nigina tiz cho'kib Davronbekning poyabzaliga yopishdi. Uning bor magrurligi bir soniyada yo'q bo'lgan edi. U hozir eng past, eng ojiz holatda yalinardi. Iltimos. Yalvalaman sizga. Meni oldiring, lekin uni qo'yib yuboring. Yoki ikkalamizni ham politsiyaga bering. Men rozi, men bariga roziman. Faqat bunday qilmang. Oldirish. Seniya. Davronbek uning iyaklaridan ohista silab qo'ydi. Yo'q, azizam. Olim bu juda oson qutulish degani. Sen qonuniy ravishda mening xotinimsan. Barcha guvohlar ishtirokida nikohdan o'tdik.
Bugundan boshlab sening butun hayoting mening qora qasrimda o'tadi. Sening qayerda ekanligingni hech kim izlamaydi, chunki tashqi dunyo seni baxtiyor badavlat yosh xotin deb biladi. Sen bu qasrdan bir qadam ham tashqariga chiqmaysan. Internet, telefon, qarindoshlar, barchasi endi sen uchun yopiq. Sening yagona vazifang har kuni ertalab mening nafas olayotganimni ko'rib, qahramonona kulish, har tunni men aytgan dozaxda o'tkazish bo'ladi. Agar ozgina isyon qilsang. U pultni yana ekran tomon burdi. Ekranda qoriqchi zajigalkani yoqdi va uni yerga, benzin to'kilgan joyga yaqinlashtirdi. Rustamning ko'zlaridagi dahshat shu qadar real ediki, Nigina o'zining jon berayotganini his qildi. Agar sen o'z joningga qasd qilishga urinsang yoki qochishga harakat qilsang, sening oshiging tiriklayin yonib ketadi. Uning hayoti endi faqat va faqat sening itoatkoringga, sening sadoqatingga bog'liq. Tushundingmi, mening suyukli yosh xotinim? Nigina polda yotganicha duduqlandi. Ovoz chiqarishga majoli yo'q edi. U oltin qafas deb atagan narsasi aslida qaytish yo'q bo'lgan dozax eshigi ekanligini va u bu eshikdan o'z xohishi bilan tabassum qilib, to'y ko'ylagida kirib kelganini butun vujudi bilan his qilib turardi. Bir necha soat oldin u g'olib edi. Hozir esa u dunyodagi eng ojiz qulga aylangan edi. Tushundingmi? Deb baqirdi Davronbek uning yuziga egilib. Cholning yuzidagi qattiq chizgilar iblisning o'zini eslatardi. Tushundim, deb yigladi Nigina polda bujmayib. Xo'jayin. Davronbek mamnun bo'lib qaddini rostladi. U deraza tomon yurib qalin pardalarni ochdi. Qasr oynasidan qop-qora, oysiz to'k manzarasi ko'rinib turardi. Qochishning iloji yo'q. Yordam kutishning iloji yo'q. U o'zining aqli, hiylagarligi va yoshligi bilan gururlangan edi. Biroq 70 yillik hayot tajribasi va shafqatsiz biznes imperiyasini qurgan iblisning aqli oldida u shunchaki tajribasiz va ahmoq bir oljadan boshqa narsa emasligini anglab yetdi. Bu nikoh kechasi emas, balki asrning eng dahshatli psixologik qiynogining birinchi daqiqalari edi. Ikki qism: zulmatdagi soyalar va sinmagan iroda. Oltin qafasdagi qo'g'irchoq. Oradan 3 oy o'tdi. Ammo bu 3 oy Nigina uchun 3 asrdek tuyulgan edi. Qora qasrning qalin devorlari ortida vaqt o'zining ma'nosini yo'qotgan, kunlar va tunlar bir-biriga qorishib, tugamas psixologik azoblar zanjiriga aylangan edi. Tashqi dunyo uchun Davronbek Usmonov va uning yosh, go'zal rafiqasi baxtli hayot kechirayotgan ideallik timsoli edi. Ba'zan Davronbek o'zining maqomini namoyish etish uchun qasrda yopiq ziyofatlar o'tkazardi. O'sha oqshomlarda Niginaga eng qimmatbaho brilliantlarni taqishadi, eng sara dizaynerlar liboslarni kiydirishadi. U mehmonlar orasida jilmayib, cholning qo'ltigiga kirib yurishga, uning mehribon so'zlariga xuddi sevgi daryosida cho'milayotgan ayoldek javob qaytarishga majbur edi. Agar uning tabassumi bir soniya bo'lsa-da soxtaligini bildirib qo'ysa yoki nigohlarida nafrat uchquni ko'rinsa, ziyofatdan so'ng uni yotoqxonada dahshatli jazo kutib turardi. Jazo qamchi yoki musht bilan emas, balki qalbni parchalaydigan usulda berilardi. Davronbek uni ulkan ekran qarshisiga o'tqazib, Rustam yotgan yerto'laning jonli efirini yoqardi. Har bir xatosi uchun yollanma jallodlar Rustamning bitta barmog'ini sindirishar yoki uning yalang'och badani ustidan muzdek suv quyib, ustiga qamchi bilan urishardi. Ekranda Rustamning ingrashi, uning joni ozor chekayotgani Niginani aqldan ozdirayotgan edi. Nigina yotoqxonadagi ulkan, sovuq deraza oldida turardi. Uning egnida xuddi o'sha nikoh kechasida kiygan qora ipak tungi libosi. Davronbek unga qasr ichida boshqa kiyim kiyishni taqiqlab qo'ygan edi. Bu libos uning qullik belgisi edi. U derazadan tashqariga baland qaragaylar ortidan ko'rinib turgan oppoq qorli tok choqqilariga qarab chuqur xo'rsindi. Uning yonoqlari ichiga botgan, ko'zlarining osti qoraygan, qachonlardir olovdek yongan ohu ko'zlarda endi faqat mutlaq boshliq hukmron edi. Eshikning elektron qulfi chiq etib ochildi. Xonaga Davronbek kirib keldi. Cholning egnida qimmatbaho uy xalati, qo'lida esa qadahda tilla rangli viski bor edi. U xuddi o'zining shaxsiy hayvonot bog'idagi oljasiga qarayotgandek Niginani boshdan oyoq kuzatdi. Bugun juda gamginsan, tulkicha, dedi u kresloga yaslanib o'tirib.
Senga sadoqating uchun sovg'a olib keldim. Nigina sekin ogirildi. U cholning ko'zlariga qarashdan qanchalik jirkanmasin, yuzida itoatkorlik ifodasini ushlab turishga majbur edi. U boshini egib cholning yoniga keldi va gilam ustiga tizza chokdi. Bu qoidani Davronbek o'rnatgan edi. Xo'jayin o'tirganda u har doim tizzalab turishi shart edi. Nima sovg'a, xo'jayin? Dedi Nigina ovozi qaltirab. Davronbek cho'ntagidan kichkina, qora baxmal quticha chiqardi va uni ochdi. Qutichaning ichida insonning qonli tishi yotardi. Nigina dahshatdan qichqirib yuborishdan og'zini zorga tiydi. U qutichaga qarab butun vujudi bilan qaltiray boshladi. Uning ko'z o'ngida yana o'sha yerto'la gavdalandi. Kecha kechqurun ovqatlanayotganingda sanchqini asabiylashib stolga qattiq urding, dedi Davronbek hech narsa bo'lmagandek beparvo ohangda konyakni xoplab. Sening bu isyonkor harakating yigitlarimning gazabini keltirdi. Ular Rustamga biroz tarbiya berishdi. Uning senga alangali salomi bor. Nigina ko'z yoshlarini tutib tura olmadi. U yiglab polda buralib qoldi. Iltimos. Yana qancha azoblaysiz bizni? Undan ko'ra ikkalamizni ham oldirib qo'ya qoling. Menda boshqa chidam qolmadi. Barcha mulkingiz o'zingizga buyursin, faqat qon to'kishni bas qiling. Deb yiglardi u cholning oyog'iga yopishib. Davronbek uning iyaklaridan ko'tarib yuziga yaqinlashdi. Uning issiq qon va alkogol hidi aralashgan nafasi Niginaning yuziga urildi. Oldirish. Men senga nima degandim, Nigina? Sen bu do'zaxda uzoq yashaysan. Sizlar menikini tortib olmoqchi bo'ldingiz, men esa sizlarning hayotingizni, irodangizni, hattoki insoniyligingizni tortib olaman. Sen qul bo'lishni o'rganasan. U Niginani itarib yuborib xonadan chiqib ketdi. Qulf yana taq etib yopildi. Nigina qorong'i yotoqxonada yolg'iz qoldi. Ammo shu kecha uning ichida nimadir sinish o'rniga qaytadan tiklandi. Ko'z yoshlari quridi. Qo'rquv o'rnini muzdek bir gazab egalladi. Men qurbon bo'lmayman deb o'yladi u mushtlarini tugib. U meni aqldan ozdirmoqchi. Lekin men taslim bo'lmayman. Men uning o'yinini uning o'ziga qarshi ishlataman. Devorlar ortida yashiringan sir. Nigina tushkunlikni yengib aqlini peshlashga qaror qildi. Yiglash va yalinish foyda bermasligini, chol aynan shundan rohatlanishini anglab yetdi. Endi u haqiqiy ovchiga aylanishi kerak edi. Eng muhimi, Rustamning aniq qayerda saqlanayotganini topish. U uzoq vaqt davomida ekrandagi tasvirlarni shunchaki qo'rquv bilan tomosha qilgan bo'lsa, endi u diqqat bilan har bir detalga e'tibor qaratishni boshladi. Bir kuni Davronbek unga ekran orqali Rustamning navbatdagi qiynog'ini namoyish qilayotgan edi. Ekranda yerto'laning kulrang beton devorlari va xiralashgan lampochka ko'rinardi. Rustam charchoqdan hushsiz holatda osilib turardi. Birdan Niginaning quloqiga ota tanish bir ovoz chalingandek bo'ldi. Bong urgan soat ovozi. Ha, ekrandagi yozuv orqali zaifgina, lekin aniq bong. Bong degan soat ovozi eshitildi. Aynan 3 marta. Nigina o'zining joyida muzlab qoldi. U bu ovozni har kuni eshitardi. Qasrning markaziy zalida Xvi asriga oid ulkan nemis soati bor edi va u har soatda aynan shunday past, o'ziga xos bas ohangida bong urardi. Xudoyim deb miyasidan o'tkazdi Nigina yuz ifodasini o'zgartirmaslikka qattiq harakat qilib. Ular boshqa joyda emas. Rustam qayerdadir uzoqda, qandaydir tashlandiq omborda deb o'ylagandim. Lekin u shu qasrning ostida. Yerto'lada. Bu kashfiyot unga aqlbovar qilmas kuch berdi. Agar Rustam shu binoning ostida bo'lsa, demak uni qutqarish uchun imkon bor degani edi. Faqatgina qasr ostiga olib boruvchi yashirin yo'lni topish kerak. Davronbek qasr ichida yurganda doim shaxsiy xizmatchilari va qattiqqo'l qo'riqchilari qurshovida bo'lardi. Qasrning markaziy qismiga Niginaga faqat Davronbekning ruxsati bilan, uning hamrohligida chiqishga ruxsat berilardi. Lekin ba'zida Davronbek o'zining muhim uchrashuvlari tufayli bir necha soatga kabinetiga qulflanib olar yoki shaharga chiqib ketardi. Shunday paytlarda Niginaga ovqatni bitta yosh, kamgap qo'riqchi yigit olib kirardi. Uning ismi Shohruh edi.
Baland bo'yli, sportchi gavdali, doim qop-qora kostyum-shim kiyib yuradigan bu yigitning yuzida hech qanday emotsiya bo'lmasdi. U ovqatni stol ustiga qo'yib, indamay chiqib ketardi. Ammo oxirgi kunlarda Nigina uning nigohlarida qandaydir yashirin bir gamginlik, hatto rahm-shafqatga o'xshash narsani sezgandek bo'ldi. Shohrux unga qaraganda, uning ko'zlarini tezda olib qochar, qandaydir noqulaylikni his qilardi. Nigina ayollik instinkti bilan bu yigitning ichida Davronbekka nisbatan qandaydir nafrat yashiringanini taxmin qildi. Kichik teatr va birinchi aloqa. Reja asta-sekin miyasida shakllana boshladi. Niginaga qo'l ostida hech qanday qurol, hatto ruchka yoki qog'oz ham yo'q edi. Barcha o'tkir narsalar yotoqxonadan olib chiqib ketilgan. Oynalar urilmas shishadan qilingan, hatto sanchiqlar ham faqat ovqatlanish paytida berilib, so'ngra darhol olib ketilardi. U tashqi dunyo tugul, qo'riqchi bilan gaplashish imkoniyatidan ham mahrum edi. Kameralar yotoqxonaning har bir burchagini nazorat qilardi, vanna xonasidan tashqari. Ertasi kuni peshindan so'ng Davronbek navbatdagi tibbiy muolajasi uchun shifokorlari bilan yopiq qanotga o'tib ketdi. Tushlik ovqatini olib kirish vaqti keldi. Elektron qulf ochilib, xonaga Shohrux kirdi. Uning qo'lidagi kumush patnisda issiq sho'rva, non va sharbat bor edi. Nigina yotoq ustida parishon hol o'tirardi. Shohrux patnisni stolga qo'ydi va odatdagidek orqasiga o'girilib ketmoqchi bo'ldi. Shu payt Nigina tasodifan patnisga urilib ketdi va billur stakandagi sharbat yerga tushib chilparchin bo'ldi. Shisha parchalari hamma yoqqa sochilib ketdi. "Oh, kechirasiz", dedi Nigina o'zini vahimaga tushgandek ko'rsatib, darhol yerga o'tirdi va shisha parchalarini yigishga tushdi. Shohrux tezda uning oldiga cho'k tushdi. "Tegmang, xonim. Qo'lingizni kesib olasiz. Men o'zim tozalayman", dedi u yuvosh ovozda. Nigina shisha parchalardan birini, eng kichik, o'tkir va uchi uzunrogini, pinhona tarzda kafti orasiga yashirib, qolganlarini unga surib berdi. "Rahmat", deb pichirladi u, qora ko'zlarini to'g'ri Shohruxning ko'zlariga tikib. "Siz bu yerdagi yagona inson qiyofasidagi odamsiz. Men shuni bilaman." Shohruxning ko'z qorachiqlari kengaydi. U bu so'zlarni eshitishni kutmagan edi. Uning yuzi bir soniya o'zgarib, darhol yana tosh qotdi. Kameralar ularni tepadan yozib olayotganini ikkisi ham bilardi. Shuning uchun lablarini qimirlatmay, faqat ko'zlar orqali gaplashishga harakat qilishardi. Shohrux shisha parchalarini idishga solarkan, xuddi o'ziga o'zi gapirgandek, ammo Nigina eshitadigan qilib shivirladi. "Bu qasr ostida qon yiglayotgan faqat siz emassiz, xonim. Devorlarning ham qulogi va nafrati bor. Ehtiyot bo'ling." U tishini tishiga qo'yib pichirladi-da, o'rnidan turib xonadan chiqib ketdi. Nigina polda o'tirgancha qoldi. Uning yuragi yorib chiqqudek tepardi. Devorlarning nafrati bor. Shohrux nimanidir nazarda tutdi. Bu yigit ham Davronbekning zulmidan aziyat chekkanmi? Balki uning ham qandaydir qasdi bordir. Bu hozircha noma'lum edi, ammo eng asosiysi, Nigina endi yolg'iz emasligini, kichik bo'lsa ham umid uchquni paydo bo'lganini angladi. Eng muhimi, uning qo'lida endi qurol bor edi, uzunligi 5 santimetrcha keladigan o'tkir shisha parchasi. U buni bilintirmasdan tungi libosining cho'ntagiga yashirdi. Zaharli ziyofat va koddagi sir. Davronbekning aqldan ozish darajasi kundan kunga oshib borardi. U o'zining qudratidan, Niginaning azoblanishidan estetik lazzat olar edi. Bir kuni kechqurun chol uni o'zining xususiy ziyofat xonasiga chaqirtirdi. Xona xuddi qirollik saroylaridek bezatilgan, uzun eman daraxtidan yasalgan stol ustida turli tansiq taomlar va shamlar qo'yilgan edi. Ammo zalda ulardan boshqa hech kim yo'q edi. Davronbek stolning to'rida qora baxmal taxtda o'tirardi. Nigina uning qarshisiga kelib o'tirdi. "Bugun sening sevgiling Rustamning tugilgan kuni ekan, bilarmiding?" dedi Davronbek qadahidagi qizil sharobni aylantirib. Uning lablarida o'sha tanish, qonxo'r tabassum o'ynardi. Nigina qaltirab ketdi. Rustamning tugilgan kuni ular bu kunni Parijda nishonlashni, Usmonovlarning pullarini sochib yashashni rejalashtirishgan edi. Endi esa, "Iltimos unga bugun tegmang", dedi Nigina boshini egib, ko'z yoshlarini tutishga urinib.
U rol o'ynashda davom etishi kerak edi. Agar qattiq qarshilik ko'rsatsa, chol gazablanib Rustamni qiynoqqa solardi. Agar taslim bo'lsa, chol bu zaiflikdan rohatlanardi. Davronbek o'rnidan turib uning yoniga keldi. Cholning oppoq, sovuq qo'llari Niginaning sochlarini siladi. Sening menga yalinishing shunchalik yoqimliki, go'yoki klassik musiqa eshitayotgandek bo'laman, Nigina. Lekin men bugun rahm-shafqat ko'rsatishga qaror qildim. Men unga bugun azob bermayman. Ammo buning evaziga sen men uchun bir kichik ishni qilishing kerak. Chol cho'ntagidan qandaydir qora elektron kartani chiqardi va uni stol ustiga qo'ydi. Bu yerto'laning 3-sektoriga, Rustam yotgan joyga tushadigan liftning master kartasi. Men hozir kabinetimga kirib muhim hujjatlar bilan ishlayman. Erimayapman. Qahvamni tayyorla va uni o'zing tushundingmi? Hech qanday xizmatkorsiz, o'zing mening kabinetimga olib kirasan. U yerda xizmatkorlarga ruxsat yo'q. Sen qahvani olib kirganingda ekningda hech narsa bo'lmasligi kerak. Mutlaqo. Va men sening har bir itoatkor harakatingni suratga olaman. Agar rozi bo'lsang, oshiging bugun tinch uxlaydi. Agar yo'q desang. U gapini tugatmasdan zajigalkasini stol ustiga qo'ydi. Ma'no aniq edi. Nigina tishlarini gichirlatdi. Qahramonlik va gurur bu yerda olimga olib kelardi. U bor kuchini yigib, xorlikni ichiga yutishga majbur bo'ldi. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. 10 daqiqadan so'ng qahvangiz tayyor bo'ladi. Davronbek xoxolab kulib kabinetiga qarab ketdi. Nigina stolda yolg'iz qoldi. Uning nigohi stol ustida unutib qoldirilgan yoki ataylab tashlab ketilgan elektron kartaga tushdi. Chol uni chalg'itish, umidlantirib, keyin yana tormor qilish uchun ataylab shunday o'yin qilar edi. U karta faqat liftdan tushish uchun kerakligini, yerto'la eshigida esa yana kodli qulf borligini bilardi. Davronbek u kodni hech kimga aytmas, o'zi terib kirardi. Nigina qahva tayyorlayotganda miyasi tezlik bilan ishlay boshladi. Qanday qilib kodni bilib olish mumkin? Chol har safar yerto'laga tushishdan oldin kabinetidagi maxfiy panel orqali ruxsat ochar, so'ngra barmoq izi va kod terar edi. Kutilmaganda uning miyasiga ajoyib fikr keldi. U darhol yotoqxonadagi pardoz qutisiga yugurdi. U yerda qolgan ozgina pardoz vositalaridan yuz pudrasini, upasi oldi. Cholning kabinetiga qahva olib kirganda u qandaydir bahona bilan elektron panel turgan joyga pudra surtib qo'yishi kerak edi. U qahva tepsisini oldi. Egnidagi tungi libosni yechib, uni bir chetga tashladi. O'zining mag'rurligini, ayollik gururini poyandoz qilib, butunlay yalang'och holatda, yuzida soxta, yalinishli tabassum bilan Davronbekning kabinetiga qarab yurdi. Barmoqlari orasida esa ozgina pudra yashiringan edi. Kabinetdagi imtihon va barmoq izlari. Davronbekning kabineti shunchalik qorong'i va viqorli ediki, odamni vahima bosardi. Chol qalin dub stoli ortida qandaydir qog'ozlarni ko'zdan kechirib o'tirardi. Nigina yalang'och holda, qo'lida qahva bilan kirib kelganida, cholning ko'zlarida hayvniy bir qoniqish va g'oliblik hissi chaqnadi. Yaqinroq kel, dedi u qo'lidagi ruchkani stolga tashlab. Nigina yalangoyoq holda sovuq marmar pol ustidan yurib bordi. Har bir qadami uni xorlikning eng chuqur tubiga eltardi. Ammo uning xayolida faqat bitta maqsad, panelni topish edi. U qahvani stolga qo'yayotganda, ko'zi stolning chap burchagida turgan, qora oyna bilan qoplangan kichik raqamli panelga tushdi. Aynan shu orqali yerto'laning signali o'chiriladi va eshik ochilardi. Juda itoatkorsan, deb jilmaydi Davronbek uning tanasiga qarab. Lekin sen hali ham to'liq mening qulimga aylanmading. Sening ko'zlaringda qandaydir isyon bor. Buni yo'qotishim kerak. U birdan Niginaning qo'lidan ushlab qattiq tortdi. Nigina muvozanatni yo'qotib, stol ustiga, aynan o'sha raqamli panel tomonga yiqilib tushdi. Bu uning uchun ayni muddao edi. U yiqilayotgan paytda barmoqlari orasida yashiringan oq pudrani panel oynasiga tezlik bilan va sezdirmasdan surkab yuborishga ulgurdi. Chang panel ustiga mayin qatlam bo'lib yopishdi. Chol uni sochidan ko'tarib turgizdi. Menga bunday qarama, iblis. Men sening o'sha bechora otangni qanday ezgan bo'lsam, seni ham shunday ezaman.
Bugun sen oz jazmaningning naqadar qiynalayotganini emas, uning qo'rqoqligini ko'rasan. Men uni gapirtirdim. U butun jinoyatni sening bo'yningga agdarib, oz jonini saqlab qolish evaziga seni sotdi. Hozir senga o'sha videoni ko'rsataman. Men uning oldiga tushishim kerak. Davronbek o'rnidan turib, Niginani chetga itarib yubordi va xuddi o'sha pudra surtilgan panelga yaqinlashdi. U yerto'laning himoya tizimini o'chirish uchun tezlik bilan tort xonali kodni terdi va barmog'ini skanerga bosdi. Tip. Yashil chiroq yondi. Himoya tizimi ochdi. Davronbek xonadan tezlik bilan chiqib ketdi. U Rustamning sotqinlik qilgan videosini olib chiqish uchun yerto'laga tushib ketgan edi. Nigina esa stolda qaltirab, joyida qotib qolgandi. Rustam uni sotdimi? Yo'q, bu navbatdagi psixologik o'yin. Chol uni yolg'izlatib qo'ymoqchi, so'nggi umididan mahrum qilmoqchi edi. Lekin hozir buning ahamiyati yo'q. Nigina darhol o'rnidan turib, raqamli panelga yaqinlashti. Yuz pudrasining nozik xossasi tufayli Davronbekning issiq, terlagan barmoqlari tegingan joylar yaqqol ko'rinib qolgan edi. Oqchang o'sha tugmalardan tozalangan to'rtta raqam yaltirab turardi. 258 582 no. Nigina kombinatsiyalarni miyasiga yozib oldi. Ko'pchilik insonlar kod tanlaganda tugmalar joylashuviga ko'ra ketma-ketlikni tanlashadi. Klaviaturada 258 bu aynan yuqoridan pastga qarab o'tadigan to'g'ri vertikal chiziq. U shunchaki eng oson, terishga qulay bo'lgan ketma-ketlikni tanlagan 2580. Nigina kodni bilib oldi. Uning ko'zlarida olmosdek o'tkir uchqun chaqnadi. Endi uning qo'lida qasr ostiga olib boruvchi yagona yo'lning kaliti bor edi. Ammo u yalang'och, qurolsiz va himoyasiz edi. Chol hozir qaytib keladi va u o'sha videoni ko'rsatib, Niginaning ruhini uzil-kesil sindirishga harakat qiladi. Ammo Davronbek bitta narsani hisobga olmagan edi. Otasi singari qashshoqlik va xorlikda olishni istamagan ayol yirtqichga aylanadi. Nigina yotoqxonaga qaytib, egniga o'sha qora tungi libosni ilib oldi va cho'ntagidagi o'tkir shisha parchasini mahkam qisdi. Barmoqlaridan oqqan qon shisha uchini qip-qizilga bo'yadi, biroq u og'riqni sezmasdi. U o'zining jallodini kutmoqda edi. Zulmatdagi isyon boshlandi. 3 qism: xiyonatning 2 yuzi va jahannamga tushish. Soxta qahramonning asl basharasi. Yotoqxonaning og'ir eman eshigi giqillab ochilganda, Nigina toshdek qotib turardi. Uning qo'li qora ipak libosi cho'ntagida, o'sha uchi qip-qizil qonga bo'yalgan o'tkir shisha parchasini mahkam qisib olgandi. Shishaning qirralari uning kaftini tilib yuborgan, ammo u bu jismoniy og'riqni mutlaqo sezmas, butun vujudi kutilajak jangga hozirlangan yirtqichdek tarang tortilgan edi. Davronbek xonaga kirdi. Uning yuzida g'oliblik va shaytoniy quvonch balqib turardi. Qo'lida qora planshet bor edi. Chol yotoqxonaning o'rtasiga kelib, Niginaga yuqoridan pastga, xuddi yerda o'rmalab yurgan hasharotga qaragandek qarab turdi. Men senga kibr va mag'rurlik nimalarga olib kelishini ko'rsatmoqchiman, Nigina, dedi u planshetni yoqib. Sen uzoq vaqt davomida o'zingni ertaklardagi malikadek his qilib yurding. O'sha Rustamingni esa seni qutqaruvchi shahzoda, sadoqatli oshiq deb o'ylading, shundaymi? Qara. Yaxshilab qara. Bu sening oxirgi umidingning o'limi. U planshetni Niginaning ko'z o'ngiga tutdi. Ekranda yerto'ladagi tanish manzara paydo bo'ldi. Rustam qonga belanib stulda o'tirardi. Davronbekning kadr ortidagi ovozi eshitildi. Xo'sh, yigit, demak, bu mening xotinimning rejasi ekandi. Rustam boshini ko'tarib kameraga qaradi. Uning ko'zlarida hech qanday qahramonlik yo'q edi. U yerda faqatgina o'limdan qutulib qolish uchun hammaga va hamma narsaga tupurishga tayyor bo'lgan qo'rqoqning hayvoniy dahshati bor edi. Ha, hammasi uning, o'sha jodugarning rejasi edi. Deb yiglardi Rustam, yuzi qiya-qiyshayib. Men faqat ijrochi edim. U sizning boyligingizga erishish uchun meni qistadi. Chol tezroq olish kerak, zahar beramiz deb o'zi reja tuzdi. Men uni to'xtatmoqchi bo'ldim, ishoning menga. Davronbek aka, yalinganmanga kechiring. Meni qo'yib yuboring, uni nima qilsangiz qiling.
U shundogam ko'chadagi arzon fohisha edi. Meni oldirmang, iltimos. Planshet ekrani qoraydi. Davronbek xoxolab kulib yubordi. Ko'rdingmi, azizam? Sevgi qanday arzon va iflos narsa. Pul va qo'rquv oldida sening uzoq yillik oshiqlaring ham bir soniyada sotqin itga aylanadi. Sen esa u uchun bu yerda o'zingni qurbon qilmoqchi bo'lding. Qanday achinarli manzara. Niginaning ichida nimadir uzilib ketgandek bo'ldi. Rustamning har bir so'zi uning yuragiga sanchilgan xanjardek edi. Ko'chadagi arzon fohisha. Rustam uni shunday atadimi? Bir paytlar Parij ko'chalarida birga aylanib, dunyoni egallashga qasamyod qilgan, unga osmondagi oylarni va'da qilgan yigit hamma narsani uning bo'yniga qo'yib, o'z jonini qutqarmoqchi bo'ldimi? Nigina tushundiki, u shuncha vaqt davomida nafaqat Davronbekning, balki Rustamning ham qurboni va qo'g'irchog'i bo'lgan ekan. Ikkita yirtqich uning yoshligidan, go'zalligidan foydalanib o'z o'yinlarini o'ynashgan ekan. U yashashni juda xohlayapti, dedi Davronbek kulgidan to'xtab, shuning uchun men unga bir taklif kiritdim. Agar sening qo'ling bilan sening o'z qo'ling bilan yozilgan iqrorlik xatini olsam va u hamma jinoyatni o'z bo'yningga olsang, men uni ozod qilaman. Ammo sen mening qamoqxonamda bir umr qolasan. Xo'sh, uning uchun shunday qurbonlikka tayyormisan, oppogim? Yoki rozi bo'lmasang, hozirning o'zida uni yoqib yuborishlarini buyuraman. Men sening oxirgi marta qanday qilib ruhing sinishini ko'rmoqchiman. Qondagi shisha va ilk zarba. Nigina boshini sekin ko'tardi. Hozir uning ko'zlarida boylikka ruju qo'ygan maqtanchoq yosh qiz emas, balki barcha illyuziyalardan ayrilgan, yo'qotadigan hech narsasi qolmagan xavfli ayol turardi. Rustamning xiyonati uning ichidagi oxirgi umidni ham, oxirgi insoniylikni ham oldirgan edi. Men rozi bo'lmayman, dedi Nigina shunday sovuq va qat'iy ovozdaki, Davronbekning qoshlari chimirilib ketdi. Nima? Chol quloqiga ishonmadi. Sen oshigingning yonib ketishini xohlaysanmi? Men u sotqin itning ham, sizdek iblisning ham jahannamda yonishini xohlayman, deb baqirdi Nigina. Davronbekning yuzi gazabdan qorayib ketdi. U o'zining asirasidan bunday isyonni kutmagan edi. Chol qo'lini baland ko'tarib, Niginaning yuziga kuchli tarsaki tushirmoqchi bo'ldi. Seni itdek cho'ktiram, degan so'zlari bo'g'zida qolib ketdi. Nigina o'z zarbasini mukammal hisoblagan edi. U o'ng qo'lini cho'ntagidan chaqmoq tezligida sugurib oldi. Uning qonga belangan kaftidagi 5 santimetrlik o'tkir shisha parchasi to'g'ri Davronbekning ko'tarilgan qo'li ostidan, uning bo'yni va yelkasi tutashgan qon tomiriga qarab kuch bilan sanchildi. Arg! Davronbek chinqirib yubordi. U bunday qarshilikni, bunday telba jasoratni mutlaqo kutmagandi. Shisha parchasi qari cholning terisini yorib kirib, qon tomirini kesib yuborgan edi. Qora qon favvora bo'lib otildi. Chol chayqalib ketdi va qo'lidagi planshet yerga tushib, parchalanib ketdi. U qo'llari bilan bo'ynini gijimlab ushlab, orqaga tisarildi va katta kaminga borib urildi. Sen qanjiq nima qilding? Deb xirilladi Davronbek ko'zlari dahshatdan chaqnab. Uning oyog'i ostidagi marmar pol qonga belana boshladi. Nigina to'xtab qolmadi. Qotillik yoqasigacha kelib bo'lgan edi, ortga yo'l yo'q. U polda yotgan marmar haykalchani, og'ir ayiq shaklidagi kuldonni oldida cholning boshiga qarab butun kuchi bilan urdi. Gurs! Davronbek og'ir inqillab hushini yo'qotdi va qonga belanib polga yiqildi. Xona ichida o'lik sukunat cho'kdi, faqat cholning bo'g'iq nafasi va qonning chakillab tomayotgan ovozi eshitilardi. Nigina titrayotgan qo'llari bilan haykalchani yerga tashladi. U xuddi o'ziga chetdan qarab turgandek yuz bergan hodisani idrok eta olmasdi. Men uni o'ldirdimmi? Yo'q, nafas olyapti. U vaqt yo'qotmaslik kerakligini bilardi. Tezda cholning cho'ntaklarini titkila boshladi. Pidjakning ichki cho'ntagidan o'sha qora elektron karta, masterkarta chiqdi. Yana bir omad. Cholning kamarida qora, ixcham Glock pistoleti bor ekan. O'zining xavfsizligiga doim shubha bilan qaraydigan oligarx qasri ichida ham qurol olib yurishni odat qilgan ekan. Nigina pistoletni sugurib oldi.
Og'ir va sovuq metall uning qoliga qandaydir g'ayritabiiy ishonch berdi. U egnidagi qonga bo'yalgan tungi libosni yechib tashladi. Shkafdan qora jinsi shim, qalin sviter va sport krossovkalarini kiyib oldi. Sochlarini mahkam qilib orqaga tugib qo'ydi. Endi u asira emas, u erkinlik uchun har qanday odamning jonini olishga tayyor jangchi edi. Zulmatdagi ittifoqchi. Nigina pistoletni mahkam tutgancha yotoqxona eshigini ochdi va 3-qavatning uzun, qorong'i yo'lagiga chiqdi. Soat tungi 3. Qasr odatda bu vaqtda suv quygandek jimjit bo'lardi. Barcha asosiy qo'riqchilar 1-qavatda va perimetrda patrul qilar.